Diqqat aholiga ajoyib xushxabar. O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligi bayramida xalqqa bayram tuhfasi beriladi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shu tariqa siz bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Mustaqillik bayramida o'zbekistonliklar ketma-ket 4 kun dam oladi. Bu yil 1-sentyabr Mustaqillik bayrami munosabati bilan haftada 5 kun ishlaydigan xodimlar ketma-ket 4 kun, 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar esa 3 kun dam oladi. Prezidentning 2025-yil 24-dekabrdagi 257-sonli farmoniga muvofiq 31 avgust dushanba barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. Shunga ko'ra 29 avgust shanba 5 kunlik ish haftasidagilar uchun dam olish kuni, 6 kunlik ish haftasidagilar uchun esa ish kuni hisoblanadi. 30 avgust yakshanba barcha uchun odatiy dam olish kuni, 31 avgust dushanba qo'shimcha dam olish kuni, 1-sentyabrda esa Mustaqillik bayrami nishonlanadi. Demak, 5 kun ish haftasida ishlaydiganlar 29 avgustdan 1-sentyabrgacha 4 kun dam oladi. 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar esa 30 avgustdan 1-sentyabrgacha 3 kun ketma-ket dam oladi, deyiladi xabarda. Video ostiga like bosib, mahalla va hamkasblar gruppasiga ushbu ma'lumotni yuborib qo'ying.